Songa tegdi bu ishlar. Qachongacha davom etadi? Ertaman ishga, kech payt uyga. Bo'ldi, men bundan bari ishlanma. 10 yildan beri shu ish. Bo'ldi, bo'lmasa meni ham bu ishlar jonimga teggan. Bo'ldi, men ham siz bilan boraman. Bular quturyaptimi? Hozir bularga ko'rsataman men. Senlar hali quturib qoldingmi? Mana kecha kelish, hozir diyeta olsam urib jinni qilaman senlarni. Kechasda. Nima senlar men aytgan ishni qilishmayapsan? Nima fikring bor senlarda? Nima bo'lyapti senlarga? Menda ayb yo'q, hamma ayb bunda. Qo'yib turibman uni. Bo'ldi, jonga tegdi bu ishlar. Biz ham odamlarga o'xshab shaharga chiqib bir marojnalar yeb aylanishni xohlaymiz. Biz ham o'zimizga yarasha orzularimiz bor. Bo'ldi, umuman ishingizni qilmayman aytgan ishingiz. Bo'ldi, men video olaman, Instagramga trendga chiqaman. Sizlar bilmadim, men o'z rejalarim bo'yicha ketdim. Ketasanmi sen ham? Yo'q, men qoladigan bo'ldim. Men shular bilan itda ishlab o'lib ketaymi? Yo'q, meni sha'nimga to'g'ri kelmaydi u. Men endi chiqib shaharga o'z bizneslarimni yurgizib, hali mashhur bo'lib, pulim ko'payib ketadi, hali kuy bo'ladi bular. Qaysi beparosat panqush buni yo'lga tashadi. To'xta, mashtironni ham videoga olib Instagramga qo'ysa olamiki? Bu prostoy telefon-ku, rasmga ham olmaydi-ku. Yanim senga nima dedim mana? Bu yil hosil zo'r bo'lmadi, aviakasallar ochib oldi, xudo xolasa. Ana akim bilan ketganda yurarding hozir, bloger olaman. Nima qildik u ham? Ko'chada zarmaytga o'xshab sanaqa qilib yurgandir. Endi bu joylarda bitta reklama qilsak, ishlarimiz ancha yaxshi bo'lib ketadi. Bitta bloger topishimiz kerak. Assalomu alaykum akalar. Keling aka, assalomu alaykum. Nima xizmat? Yaxshi, bloger deganlarni eshitib qoldim. Hozir Qo'shtepa lavashda akamiz reklama qilayotgan ekan. Bir nima bo'lsa, yuringlar ko'ramiz aka. Bo'ldi aka, yaxshi aytdingiz aka, borib ko'raylik. Atrof rosa chang, kimdir yo'talgan, kimdir chuchkurgan, kimdir baqirgan, baqirma beparosat. Biz asosiy mavzuyimiz esa bu emas. Qo'shtepa lavashda reklama qilish asosiy. Ana dala qiroli-yu. Bloger olib ketibmi rostdan ham? Yurchi, gaplashaylikchi. Dala qiroli deb. Butunmisiz? Shohjonbek. Dala qiroli yuribsanmi? Dalalar chang edi. Jiddiylashaylik, yosh bola panetga olmaylik. Yurarding ketmoncha bo'lib, dala qiroli bo'lib. Mutlu kunlar orqada qoldi o'sha. Uni buni qo'y, bloger olib ketibsan, biz aviabilet bitta reklama qilib ber endi. Bo'ldi, sizlar necha yillik qadrdonimsizlar, sizlarga arzon qilib $500 reklama qilib beraman. Nima qilasan, uni olib bitta reklama qilib ber endi. Rais, bu varaqali perashkani puli ham bas-u. Yurarding dalada ketmon chopib, nima bo'pti? Yaqinmiz-ku. U zamonda o'tib ketdi rais bu. Hozir zamon bilan ham nafas olish kerak. Bitta reklama qilib ber, yur o'shda gaplashaylik qolgan. Manajiyan, bet bizni Oqyo'l Air aviakassamiz bo'ladi bu yerda. Har xil davlatlarga bilet topishim mumkin arzon narxlarda. Keyin bizda bu nimada ko'rsatilgan hamma xizmatlar bor, ancha tashqari tarafdan ancha arzon bizda. Demak, aviakassa ochdingiz, endi aviakassalar ko'p bilsiz atrofda. Sizlarning aviakassalaringiz nima xususiyati bor ulardan ajralib turadigan? Bulardan ajralib turadigan mana hammada ham sharoit bo'lmaydi. Chetga chiqqani, ishlagani ketayotgan odam. Bizda mana bitta pasport plastik bilan kelsin, bo'lib to'lashga biletlarni qilib beramiz chiroyli qilib. Nima bo'ldi jiyan, endi relisingga qo'yib berasanmi biz joyda reklama qilib? Rais bobo, relisga bu Dubayda o'zi yetmaydi. Sen ham noshukur bo'lib ketibsan, mana yo'lda rasodlariga borib bir hafta dam olib kelasan Dubayga. Siz ham qattiqligingiz qolmabdi, mayli rais bobo, siz bilan kelishdik.